Hozir bir juda ham foydali narsani ko'rsatib o'taman. Qizil lavlagi. Qizil lavlagi qon kamligi juda ham ko'p so'ralayotgan narsa bizdan qonni ko'paytirish bo'yicha. Keyin homilador ayollarda foliyaviy kislota degan narsa yetishmaydi. O'sha foliyaviy kislotani eng zo'r bera oladigan narsa qizil lavlagi. Hozir uni ko'rsatib o'taman. Bu qizil lavlagini soki, mana shunaqa endi kamroq qilib oldim videoda ko'rsatish uchun. Shunga asal aralashtirilganda bu ikkalasi organizmga singish, qonni ko'paytirish, qonni tozalash ishi bilan shug'ullanadi. Effekt bermay o'tib ketadigan odam yo'q. Bir haftaning ichida effekt sezilishni boshlaydi. Bir stakan qizil lavlagi sokiga bir qoshiq to'ldirib asal solasiz. Buni aralashtirib, mayda ho'plam bilan ichiladi. Juda ham katta miqdorda foliyaviy kislota borligini hisobida homilador ayollar hech qanaqa ukol dorisiz dunyoga keltiradi farzandini. Qon ko'paytirishda bu bir haftada ham qonni ko'paytiradi, ham qonni tozalaydi. Ana ichilganda buni kichkina ho'plam bilan mayda ichiladi. Mazasi shunaqa yoqimli, shiringina bo'ladi. Bilmadim, ko'pchilik bu narsani icha olmasligi mumkin, lekin mazasi juda ham yaxshi. Foydasi juda ham katta. Bu narsani har bitta homilador ayoling qon ko'paytirmoqchi bo'lganlar buni iste'mol qilsa agar juda ham tez ta'sir qiladi.